Tasavvur qiling, farzandingiz qo'lida telefon qalbini nurga to'ldiradigan kitob bor. Siz har kuni Allohga yanada yaqinlashayotgan muslimansiz. Siz istagan barcha ilm va baraka endi bir joyda. Daloilul hayrot qalbingizni zikr bilan to'ldiradi. Binafsha shu'lasi, marvaridlar shodasi ruhingizni poklaydi. Af et Allohim tavba qilishni eslatadi. Farzandlaringiz uchun esa Fotimaning bolasi, dunyoni o'zgartirgan onalar haqiqiy ibrat maktabi bo'la oladi. Robbimning 99 ismi bolajonlar uchun Allohni sevib o'rganish yo'li hisoblanadi. Shuningdek, siz muslimalarimiz uchun qazo namozlarini belgilash uchun maxsus daftar, ibodatlaringizni tartibga soladi. Muslimalar kundaligi bo'lsa, har kuningizni maqsadli qiladi. Kunlik vazifalar to'plami o'z ustingizda ishlashga yordam beradi. Arab alifbosi kitoblari Qur'on sari ilk qadam. Bu shunchaki kitoblar emas. Bu siz va oilangiz uchun hidoyat sari yo'l. Romaso Books bilan ilm oling, o'rganing va hayotingizni o'zgartiring. Barchasini bugundan boshlang. Ilm sari qo'yilgan qadam sizni muvaffaqiyatlarga erishishingizga sabab bo'la oladi. Quyidagi havola orqali Romaso Books guruhiga ulanib oling va eng zamonaviy uslubdagi bolajonlar uchun mashg'ulotlar kitoblari, o'zingiz uchun turli xildagi kitob va mashg'ulotlar daftarlarini xarid qiling. Biz sizga doim eng yaxshilarini ilinamiz.